rayonunda Sirgili Qopqa degan folklor festivali o'tdi. Hamma bizning qizlarimiz Sarmandan qadar shunday motor festivalga kelganlar. Sarman folklori tutib, qizlar nechik bayram sizga, nechiklar kelib jetdingiz? Saat 3'te chiqqandik. 3 saat keldik bunda. 300 kilometr keldik. Kelganda yomg'ir ishdi. Yengil bo'ldi. Izgi yerga kelib jetgach, yomg'ir da to'xtadi. Büyük maturguna bayram davom etadi, qizlar davom etamiz degan. Sizning administratsiya boshlig'iga bek zo'r rahmat aytamiz. Shular turib, zo'r xizmat qilganlar. Bizni maturlikni qarshilanglar, shunday maturlikni uzatalar. İşlerin o'ng'ish bizasin, turmushlarim baxit bizasin. Bek zo'r rahmat sizga. Yo'l bekiroq tuyulmadimi? Yo'q, biz shunday bo'lib kulib keldik bunda. Bek rahat bo'ldi. Nondirmandan ishib qoldi. O'ltimir bilan Sarman arasida. Necha qo'ytasiz endi hozir? Eğer yo'l to'g'ri belashdan foydasi bo'laydi. Bunda buslarimiz yanına kelamiz, uchrashamiz, rahat etib ko'ramiz. Necha qo'sh oldilar sizlar? Oshadilarmi, ichirdilarmi? Oldular. Qo'ylar şeyler bilen, şu qo'ylar qiymoqlar bilen, samovar şeyleri bilen. Mana plovlar pishirib yata. Allohning rahmatlari yog'sin uyushtiruvchilarga. Xalqimiz mangu yashasın. Tatar xalqi mangu yashasın. Dunyolar emin tinch bo'lsin. Tug'ishlar bitsin. Ya Rabbim, shunga kunlar. Ya Rabbim, ya Rabbim. Amin. Nindi ishlar olib keldingiz siz bunda bugun? Nindi shiqish bilan yaxshi yashadingiz? Bugün halkımızla ok direkte, kök direkt degan shirin boshqardik. Bik motor shirin ol. Bir ko'pi tashlab ketasizmi qizlar? Ketamiz. Biz yıllarla yaşlarga dejik kerak. Biz yıllarla yaşlarga dejik kerak. Şulay motorumuzda birga qolmaylik. Şulay motorumuzda birga qolmaylik. Oy